Assalomu alaykum. Mana o'zimiz ham mashinani yana sochib oldik. Golovkasini remont qilish kerak buni. O'tgan safar ochganda iloji bo'lmagandi. Mana endi ochib boshqatdan yig'amiz endi. Bahorada bamperlarni ham yechib oldik. Bamper almashadi. Mana bachok shlankalar yaxshi emasdi. Endi shlankalarni ham almashtirib pastdagi sanligi ketgan edi. Endi umumiy qurib chiqib boshqatdan oldingidan ham yaxshiroq qilib yig'amiz endi. Yo'l taraf shpilkalar ketib qoldi, to'rttalasi ham. Yangi shpilkalar qo'yamiz bunga. Xudo xolasa qayta va yaxshiroq bo'lib yig'iladi endi.